Kompyuter uchun top 5 ta bepul montaj. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan kompyuter uchun top 5 ta bepul montaj dasturlari haqida gaplashamiz. Agar YouTube yoki ijtimoiy tarmoqlarda video tayyorlamoqchi bo'lsangiz, bu video sizga juda foydali bo'ladi. Buning uchun bizga Chrome dasturi kerak bo'ladi. Chrome dasturiga kirib olganimizdan so'ng Canva bu video montaj juda oson qiladigan dastur. Ya'ni endi yangi video montaj qilmoqchi bo'lganlar, video bilan ishlamoqchi bo'lganlar, YouTube'da video yaratib, video qilmoqchi bo'lganlar uchun juda ham qulay bo'lgan dastur. Bu dasturda video montaj qilish juda ham oson. Tayyor shablonlar bo'ladi. Shablonlardan kerakli shablonni tanlab, o'zingiz videongizni o'rnatib, shu o'zgartirishlar kiritib video ishlatishingiz mumkin. Tez va chiroyli video kerak bo'lsa, Canva juda qulay bo'ladi. Sizlarga aziz obunachilarim, ikkinchi o'rinda CapCut ilovasi. CapCut dasturi ham juda ham hozirgi kunda ommalashgan dasturlardan biri bo'lib, bu CapCut dasturida TikTok, Shorts, YouTube uchun juda ham zo'r dasturlardan biri bo'ladi bu CapCut dasturi ham. Uchinchi o'rinda bizga kerakli bo'ladigan Shotcut dasturi. Shotcut dasturi bepul va ochiq manbali video montaj uchun juda ham foydali. Ya'ni nima degani bu? Bu Shotcut dasturi kачествоsi eng kuchli baland kamerada video montaj qilmoqchi bo'lsangiz ham, videolar olingan bo'lsa ham, shu Shotcut dasturida bemalol video montaj qilishingiz mumkin. O'rta darajadagi montajlar uchun juda ham yaxshi tanlov bo'ladi bu Shotcut dasturi. Uchinchi o'rinda OpenShot dasturi. OpenShot dasturi juda sodda va yengil dastur. Video kesish, matn qo'shish va oddiy effektlar uchun yetarli bo'ladigan dastur bo'ladi. Kompyuteringiz qiynalmaydi, bemalol yengil ishlatishingiz mumkin. 5-dasturimiz esa Kdenlive. Bu dastur juda ham qulay, men yoqtirgan dasturlardan biri shu OpenShot bilan Kdenlive. Bu dastur bepul bo'lishiga qaramay, professionalga yaqin dastur bo'ladi. Ya'ni professional montajchilarga ishlatadigan dasturlarga yaqinroq bo'ladi. Chunki bu bemalol ishlatishingiz mumkin. Ovoz kesish deysizmi, video qo'yish deysizmi, har xil uslubdagi montajlarni bemalol katta format deysizmi, hammasini o'z ichiga olib, bemalol montaj qilishingiz mumkin ushbu dasturda. Bunda rang sozlashi, ko'p tarmoqli effektlar hammasi buni Kdenlive dasturida bor. Kdenlive deyman, men o'zi ingliz tilini yaxshi bilmayman. Kdenlive dasturi juda ham kerakli dastur. Jiddiyroq YouTuberlar uchun juda ham mos dastur shu Kdenlive dasturi. Kdenlive shu dastur juda ham qulay bo'ladi. Bemalol ishlab video montaj qilishlaringiz mumkin. Boshlovchi bo'lsangiz Canva yoki OpenShotdan foydalanishni tavsiya etaman. Trend video qilmoqchi bo'lsangiz CapCut ilovasini tavsiya qilaman. Agar kuchli montaj qilsangiz Shotcut yoki Kdenlive tanlang. Chunki juda ham qulay va chiroyli, kачествоli videolar uchun Shotcut yoki Kdenlive dasturi juda ham muhim o'rin tutadi. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalga obuna bo'ling va izohlarda qaysi dasturdan foydalanayotganingizni yozib qoldiring. Oldindan rahmat qadrdonlar.